Ina hazzetib o'tiribmiz Oyjon bilan gaplashib. Oyjonni hamma so'rayapti. Mazza qilib o'tiribmiz. Bu yoqda mana patirlarimiz ham bor. Mana shu patirlarni sog'indik hammasidan ham. Endi Oyjon bilan bir dunyo videolarni kutinglar. Bitta joydan chiqib ikkinchi joyga keldim. Qizlajonlar hozir o'rtoqlarim kelishyapti. Komandam o'tirib ozgina ssenariylar yozamiz yangi videolarga. Hozirgi kunda tema bo'layotgan bironta temalar bo'lsa, takoy aktualniy temalar bo'lsa yozinglar mashitga. Biz o'sha bo'yicha videolar olmoqchimiz, chunki oxirgi mana qiz tug'ish haqidagi videomiz juda ham uchib 7 milliondan oshib ketib 8 millionga qarab ketyapti prosmotri. Zo'r bo'ldi. Shunga mana shunaqa aktualniy temalar bo'lsa, aytinglar, biz sizlarning fikringizni inobatga olib, cho'tki vaynlar olamiz inshaalloh. Jo'nkalarni kutib o'tiribman endi hozir. Yana bitta narsa, bamga tushgan, blok bo'lgan, yopilib qolgan profillarni ochib berish haqida sizlarga profil qo'ygan edim. Ya'ni mana shu profilga murojaat qilasizlar deb juda ham katta profillar chiqdi. Даже 1,5 millionlik, 2 millionlik profillarni Instagram blok qo'ygan. Uni sabablarini o'rganib chiqib, ochib berish xizmati. Faqat iltimos sizlardan 100 mingdan oshiq bo'lgan profillar bo'yicha murojaat qilinglar. Ya'ni agar 100 mingdan oshiq podpischiklar bo'lib blok bo'lib qolgan bo'lsa, o'shanda murojaat qilinglar. U 100 ta odam, 200 ta odam 10 mingta podpischiklik profilim blok bo'lib qoldi. Unaqalarni ochib berishmaydi bular. Chetdan turib ochishadi. Juda ham seriozniy. O'shaning uchun mayda-chuyda profillarni ochib berishmaydi. Faqatgina katta profillarni ochadi. Eng kami 100 mingtalik bo'lishi kerak. Va inshaalloh 100% garantiya bilan ochib berishadi. Bemalol ishonch bilan murojaat qilaveringlar. Men sizlarga profillarimni qoldirdim. Opamlar bilan hozir mana bir piyola emas, bir choynak choy ustida. Bir tarafi tarvuz ustida ideyalar qildik. Xudo xolasa ertaga syomkaga chiqamiz agar mana opalarga ruxsat bersa. Ruxsat berib shudan so'rayapman. Shusan. Sirasi xudo xolasa hozir mana уже ketamiz. Ideyalarni, sizlarning fikringizni inobatga olib, ideyalarni qildik. Inshaalloh endi bizdan yaxshi zo'r vaynlar kutib qolingizlar. Shu so'rashni qara. Qanaqa so'rading? Qanaqa so'rading? Yaxshimisiz? Shot berib yuboring.